Qarang. Siz kelganda qanaqa ahvolda keldingiz menga hozir? Yanında oyog'im og'ib, tosh osilganday, keyin tizzam bukilmayotgandi. Namozga ham o'tirib o'qiyotgandim divanda. Qarang. Meni sizga qo'lim teganda nimani sezdingiz? Qo'lingiz tekkanda oyog'im tagiga issiq bordi. Keyin sanchidi. Tizzamni bir tomoni. Sanchidi? Tizingiz bir taraf sanchib ketdi, ag'rib ketdi. Qarang. Allohning bir kuch qudrati, ha? Qarang. Tizingiz bugilmasdi, bugildi. Hozir esingizda yurib keldingiz siz, ha? Esimizdan tushamayotgandim. Bitta oyog'im bilan bitta oyog'im tushayotgandim, cho'loqqa o'xshab. Qarang. Bemalol chiqib tushib keldim. Hayron qoldim. Qarang, manaki mening kuzatuvchilarim eshityapsizlar. Bu singlimning oyog'i manaki yaratgan ekan. Men kuch qudratini bir qiz ko'rdi. Hammasi Allohdan, to'g'rimi? To'g'ri. Qarang, siz mas surtdingiz, ukol oldingiz, ha? Qanchadan beri qiynaldingiz? Bir oydan beri kapinesi olaman, mas surtaman. Eshityapsizlarmi? Hech foyda ko'rmadim. 3 kun 4 kundan yana battar og'rib qoldi. Sal yengillashmadi, battar og'rib qoldi. Endi majbur eshitdim, Anarapani qo'poling deb olib keldim. Qarang, bu Allohning bir kuch qudrati. Eshityapsizlarmi? Men qo'limda tizzasiga qo'yganimda bir ag'rib o'tib ketdi. Bir og'rib o'tdi, bir sanchidida o'tib ketdi. Qarang, bu yaratgan ishi. Alloh sizni tizingizni ortmasin endi qarang. Allohning shifosini qabul qildim deb ishmat ayting bo'ldi. Shifosini qabul qildim. Allohning shifosini qabul qildim. Agar shunga o'xshab tizingiz og'rib qolsa, kuzatuvchilarim, tanbalaringiz tortilib qolsa, Allohga oson. Yaratganning shifa bor. Mana-ki singlim, yaxshi bo'lib qoldim deb xursand bo'lyapti. Yaratgan hamma narsa